Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. Mana endi bu ovqatimiz baxtirma qilyapmiz. Baxtirma ovqatga qilaman, qiziqqanlar bo'lsa, tomosha qilib tursa. Mana birinchi qozonimizni yaxshi qizdirib, keyin piyozimizni qovurib olamiz. Moy ham solmaymiz, hech narsa solmaymiz. O'zini yaxshi piyoz qizg'ishtoq bo'lib qancha qovuramiz. Lekin qo'zg'ab kapkatlar qo'zg'ab turish kerak, taga salmamaslik uchun. Go'shtimiz bilan piyozimizni bir yaxshi aralashtirib qovurib olamiz. Keyin bunga 5 minut buni dimlaymiz. 5 daqiqa go'shtimizni aralashtirib qovurganimizdan keyin 5 minut dimlab qo'yamiz. 5 minutdan keyin dimlaganimizdan keyin suv solamiz. Shu bilan 2-3 soat qaynaydi. Baxtirmamiz tayyor bo'ladi. Baxtirmamiz endi tayyor bo'ldi. Endi suv solamiz, endi qovurilib bo'ldi. Suv solishdan oldin bir aralashtirib solamiz endi. Mana shu deb ziravorlarni mo'rishda, bargli nomimizda sepib, ziravorlar sepib, mana shu deb keyin buni chisnokni ichiga solib, aralashtirib, shirin tuzlarni sepib, keyin buni dimlab qo'yamiz. Kamida 2 soat, 2,5 soatlar qaynaydi. Shu bilan baxtirmamiz tayyor bo'ladi inshaalloh. Mana ki baxtirmamiz ham tayyor bo'lib pishdi.